Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda birinchi fundamental strategiyani ko'rib chiqamiz. Bilasizlar, kurslarimiz davomida sizlarga 5 ta o'zim muallifligimdagi strategiyani o'rgatishni va'da berganman va mana bu darsimiz birinchi dars hisoblanadi. Ushbu darsimizning g'oyasi Graham baholash uslubi hisoblanib, ushbu Graham baholash uslubi fond bozorining rasman otasi hisoblangan. Bilasizlar, tarixning otasi Gerodot bo'lsa, fond bozorining otasi bu Benjamin Graham bo'lib turib, ushbu inson Warren Buffettning ustozi hisoblanadi. Ushbu insonning asosiy teoriyasi bozorga olib kirgan bu value investing, ya'ni qiymat bilan sarmoya tushunchasini olib kirgan, ya'ni aksiyalarni Grahamning fikri bo'yicha kompaniya topayotgan sof foydasi va uning aktivlariga qarab turib, kompaniyaning asl narxini hisoblashimiz mumkin degan teoriyani oldinga surgan. Shu modul orqali biz aksiyalarning asl narxini, ya'ni tan narxini aniqlashga harakat qilamiz va agar tan narxi bozor narxidan 30% arzon bo'lsa, ushbu aksiyalarni 6 oydan 1 yilga muddatgacha xarid qilishimizni ko'zlashimiz mumkin, qadrli ishtirokchilar. Benjamin Grahamning asosiy bu baholash metodi sizga aksiyalarning bozordagi narxidan ko'ra asl narxini topib berishga harakat qiladi. Endi bilasizlar, har bir narsa, masalan, mana bu bakalning bozordagi narxi 20 ming so'm bo'ladigan bo'lsa va asl narxi o'zi 4 ming so'mga tushadigan bo'lsa, biz topadigan daromad 16 ming so'mni tashkil qiladi. Xuddi shunday aksiyalar bozorida ham har bir kompaniyaning o'zining asl narxi mavjud bo'lib, ushbu narxdan bozor narxi hozirgi paytda qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, biz ushbu narxda tushishni kutamiz. Agar bozor narxi asl narxidan arzon bo'lib baholangan bo'lsa, unda biz xarid qilamiz. Masalan, aksiyaning narxi hozirgi paytda bozorda $70 baholanmoqda. Yaxshilab eshiting. Agar bizning asl narximiz hisoblaganda $100 deb baholansa, bozor hozirgi paytda aksiyani 35% arzon baholangan. Ya'ni bozor narxi savdo qilinayotgan bozorda birjada 35% arzonligini anglatadi. Bu bizga kompaniyalarni arzon olib turib, kelgusida uning narxi, asl narxi bozor narxiga yetgan paytida treyderlarning talab va taklif qonun qoidalariga asoslangan holatda 40% dan 45% atrofigacha daromad ko'rishimiz mumkin. Nega aynan 30% ni biz margin of safety sifatida olishimiz kerak? Sababi podushka bezopasnosti deyiladi. Ko'plab kompaniyalarning asl narxi tushib ketgan bo'lishi mumkin, ya'ni bozor narxi tushib ketgan bo'lishi mumkin, asl narxiga nisbatan qandaydir fundamental yomon yangiliklar chiqqan bo'lishi mumkin. Shu sababli ham biz eng tubida xarid qilishimiz uchun eng kamida 30% margin of safety ni qo'yishimiz kerak. 30% dan arzonlashgandan keyingina xarid qilishimiz kerak. Misol uchun, kompaniyaning hozirgi paytdagi bozor narxi $50 deb hisoblangan bo'lsa, asl narxi eng kamida hozirgi paytda $75 deb baholanishi kerak, 30% dan arzonroq olishimiz uchun. Shundagina biz asl narxi 75 bo'ladigan bo'lsa, $50 da xarid qilsak, $75 ga chiqqancha 30% lik natijani ko'rishimiz mumkin. Graham baholash uslubining quyidagi formulasi mavjud. Ya'ni Graham number bu qanday hisoblanadi? Ildiz ostida 22.5 ko'paytirilgan EPS ni ko'paytiramiz, book value per share. Kelib bular haqida to'xtalamiz. EPS o'zi nima? BVPS o'zi nima? EPS, ya'ni earnings per share, bu kompaniyaning har bir aksiyasiga to'g'ri keladigan sof foydasi. Hali aytganimdek, Graham baholash uslubi kompaniya topayotgan sof foydasi va uning jami qiymat, ya'ni mulkni nisbatini topib turib, o'z kompaniyaning asl narxini bozorga chiqarib berishadi. BVPS esa kompaniyaning umumiy qiymatining bir aksiyaga to'g'ri keladigan summasi. Ya'ni kompaniya masalan bozorda sotilib ketgan taqdirda ham har bir investor bir dona aksiyaga qanchadan pul olishligini ko'rsatib beradi. 22.5 raqamini olinishiga sabab esa ko'pchilik buni farqiga bormaydi. Fundamental yaxshi kompaniyalar doimo EPS 15 dan past, BVPS esa 1.5 dan past deb belgilanar ekan, qadrli ishtirokchilar. Ya'ni EPS deganda PA nisbati nazarda tutilyapti, BVPS deganda esa PB nisbati nazarda tutilyapti. O'sha 1.5 dan past bo'lishi kerak ekan, qadrli ishtirokchilar. Xo'p, kelar mana misol uchun biz sizlarga misolda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Apple ning asl narxini topib ko'ramiz Graham valuation usulida. Mana bu formula ko'rasizlar. Qo'limda kalkulyator bor. Hozir kalkulyatorda ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Calculator online. Xo'p, mana kalkulyator orqali hisoblashga harakat qilamiz. Keyin mana qanday qilib men bu narsani topdim? Ya'ni hozirgi paytda qayerdan biz so'rashlaring mumkin, qaysi sayt orqali biz EPS bilan BVPS ni topsak bo'ladi. Buning uchun biz stock analysis saytiga kiramiz, Apple ni tanlaymiz. Undan so'ng financials bo'limiga kiramiz. Endi Google tarjimon orqali ham ko'rib olsanglar bo'ladi va income, ya'ni sof foyda hisobotiga kiramiz. Undan sof foyda hisobotdan EPS basic ni ko'rasizlar. Mana 646 ko'rib turibsizlar. Va balance sheetidan esa oxirdagi jumla BVPS ni ko'rasizlar. Bu 482.
Ko'rib turganinglardek 6,6 va 4,82 chiqdi. Endi bu formulaga qo'yib yuboramiz. 22,5 ko'paytirilgan 6,6 ko'paytirilgan 4,82 va buni ildizdan olamiz. Keling, buni kalkulyatorda hisoblashga harakat qilamiz. 22,5 ko'paytirilgan 6,6 ko'paytirilgan 4,82 va bizaga $700 chiqmoqda. Buni endi ildizdan olamiz. Ildizdan olish uchun mana bu ildizni bosib olamizda 700 raqamini qo'yamiz. Hozirgi paytda agar Apple kompaniyasining asl narxini faqatgina foydasi, hech qanday narsasi yo'q deb tasavvur qilganimizda, foydasi va kompaniyaning asl qiymatini hisoblaganimizda, qarzlari, aktivlarini ayirib tashlaganda asl qiymat chiqqanda $26 deb baholanishi kerak ekan. Aslida Apple kompaniyasi necha dollar baholangan? $230. Tasavvur qilishingiz mumkin, Abbosbek nima uchun bunchalik Apple kompaniyasi qimmatlashib ketgan? Buning asosiy sababi Apple'da intellektual mulk ham mavjud. Bilasizlar, Apple'da faqatgina bitta yo'nalishda emas, balkim 8-9 ta diversifikatsion holding sifatida boshqa sohalardan ham Apple TV, Apple Pay kabi yo'nalishlardan ham daromad topishadi. Ya'ni ko'plab o'suvchan kompaniyalar ushbu formulaga to'g'ri kelmaydi. Qanday kompaniyalarda biz ehtiyoj, ya'ni hozirgi paytda Apple qimmatlashgan deb tasavvur ham qilishimiz mumkin, chunki $26 o'zi asl qiymati. Bu kompaniya yaqin oragacha o'zi $26-36 savdo qilingan, masalan 2019-yilgacha. Ko'rib turibsizlar, hozir $203 atrofida, $230 atrofida savdo qilinmoqda. Bu degani kompaniya baholashi asl narxidan o'zidan 9 barobar qimmatga baholangan. Bunday kompaniyalarni xarid qilishda ehtiyotkorlikda albatta talab qilinadi. Xo'p, keyinlar mana misol uchun bozorda men sizlarga yaxshi fundamental asl narxi arzon bo'lgan kompaniyani topishga harakat qildim. Bu darslarni ko'rsatish uchun VTLA, ya'ni Valero Vital Energy degan kompaniya ekan. Ushbu kompaniyaning asl narxini topib ko'rishga harakat qilamiz. Buning uchun biz Stokanal saytiga kirib turib VTLA degan tickerni yozamiz. Tickerni yozganimizdan keyin income degan bo'limdan EPS basic ko'ramiz. 25.61 ko'rdinglar. Balance sheetga kiramizda oxirga tushib turib book value per share topamiz. 78.69. Ko'rganinglarda endi bu narsalarni biz kalkulyatorga qo'yib chiqamiz. Mana prezentatsiyamda ham bor. 25.61, 79.69. Buning uchun biz nima qilar ekanmiz? Boshida o'chirib tashlaymiz hammasini va ko'paytirishni boshlaymiz birgalikda. 22.5 ko'paytirilgan 25.61 ko'paytirilgan 78.69. 45.343 chiqdi. Endi buni ildizdan olamiz. 45.343 da 45.343 da ildizdan oladigan bo'lsak, bu $212 ga to'g'ri kelmoqda. Qadrli ishtirokchilar, mana, ya'ni kompaniyaning narxi $212 deb belgilangan ekan. Ko'rdinglar, agar biz hisob kitobda adashmagan bo'lsak, 22.5 ko'paytirilamiz 25.61 ko'paytiramiz 78.69 ga 45.343 va buni ildizdan oladigan bo'lsa, 45.343 ni ildizdan oladigan bo'lsa $212 ga baholanmoqda. Asl narxi $212 ga baholangan ekan. Endi buni grafikdan ko'ramiz, ya'ni VTLA degan kompaniyani ko'ramiz. Aksiyaning hozirgi paytdagi narxi $44. Ya'ni kompaniya o'zi aslida $212 deb baholanish kerak. Ya'ni o'tmishda bu kompaniya bu narxga chiqqan. Ko'rib turganingizdek, qadrli ishtirokchilar, bu kompaniya hattoki $600 dan ham baholangan kompaniya va hozirgi holatida haftalik grafikka kiradigan bo'lsak, kompaniya haqiqatdan ham arzon narxlarda baholanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Sababi eng kuchli texnik tahlillar darsida o'rganisizlar, support zonasi turibdi va yaqin orada ushbu kompaniya mana bu mahalliy trendline yorib o'tgandan so'ng buy trendga kirishga shaylanmoqda va o'zining asl narxiga intilish ehtimoligi juda ham yuqori. Mana shu tochkadan bayga oladigan bo'lsak, asl narxi $212 ga chiqqungacha biz shu joyda o'zidan 376% daromad topishimiz mumkin. Albatta bu moliyaviy maslahat emas, albatta ta'lim maqsadlarida berilmoqda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa kompaniyalar o'zining asl narxidan 4 barobar, ya'ni bozor narxi asl narxidan 4 barobar arzon baholangan. Bunga sabab turli bo'lishi mumkin. Balkim eng arzon narxlarda hozirgi paytda yirik investorlar xaridlarni boshlagan. Ko'rib turganingizdek, savdo hajmi 3 millionga teng, ya'ni oldingi hafta $147 million savdo amalga oshirilgan Vital Energy kompaniyasining aksiyalarida. Bu kompaniyalar kelgusi 3 oy, 4 oyda buy trendga kirgandan so'ng eng kamida bizga 100% yuqori natijalar berishi mumkin. Agar ushbu darslarimizni ko'rib turgan bo'lsanglar,
bizning stop narximiz $40, ya'ni stop narxini albatta qo'yishimiz kerak. 10% atrofida bo'ladi, ya'ni $39 bo'lib turibdi va take profitimiz $200 baholangan. Bugun sanamiz 15-iyul sanasi. Ushbu aksiyani darsda agar siz kelgusi 3 oydan, 4 oydan ko'rgan bo'lsanglar, narx tekshiringlar, qancha protsentda biz daromad ko'ribmiz. Men bu kompaniyani aynan bugun xarid qilaman sizlar uchun va uni natijasini kelgusida ko'rsatib boraman. Mana qadrli ishtirokchilar, shu usulda biz Graham valuation, baholash uslubi orqali aksiyalarning narxini aniqlashimiz mumkin. Sizlarga maslahat, har qanday xarid qilayotgan aksiyalaringizda doimo asl narxini topishga harakat qilinglar va asl narxidan bozor narxi arzon tuyulgan bo'lsa, ya'ni arzon ko'rgan bo'lsangiz, unda u xarid qilishga juda ham zo'r kandidat sifatida hisoblash mumkin. Qadrli ishtirokchilar, e'tibor uchun rahmat.